Dilmurod aka, yoshlarda griza ko'payaptimi yoki-da griza yosharib ketyaptimi? Rahmat savolingiz uchun. Bu ham haqiqatan og'riqli muammolardan. Hozir elektron devicelar ko'pligi sababli menimcha o'troq hayot tarzi bo'lib qoldi yoshlarda. Men masalan eslayman, biz yoshligimizda, o'smirlikda, studentlikda ham hatto darsimizdan bo'shagan zahoti qanaqadir aktiv sport, qanaqadir aktiv faoliyat bilan shug'ullanardik. Hozir ham maktab bolalari, ham institut talabalari qachonki bo'shashsa, yo planshet, yo telefon, o'troq, kam harakatlik hayot tarzi. Bu albatta o'zini asoratlarini umurtqa va disklarga beradi. Ko'pincha bu o'sha ko'proq o'rta yoshliklarda uchraydigan, yosh kattalarda uchraydigan kasalliklarni hozir yoshlarda ham uchrashiga olib kelyapti. Ota-onalarga tavsiya, bu o'zimga ham tavsiya, iltimos farzandlaringizni telefon va elektron devicelarni ishlatish vaqtini imkon qadar qisqartirish tavsiya qilaman.